Assalomu alaykum, kanalimiz a'zolari. Tovuqlar uchun 3 metrlik yer qafasimiz tayyor bo'lgan. Obzorni ko'rsatib o'tamiz. Juda ham mana chiroyli shaklda. Ranglari stalnoy. Ikkala tomonda ham tuxumxonalari bor mana. Qulf ham tushadi mana, zulflarni qo'yib ketilgan. Bemalol tashqaridan olib foydalansa bo'ladi. Oxirdan idishlari ham mana splashnoy keng holatda bo'lgan. Tashqaridan xavf yo'q bu tovuqlarga, cho'jalarga. O'rtasidan bo'lingan 2 eshikka ajratilgan. Razmerlari oldi tomon bu zakazga tayyorladik. Suvi uklonni orqa tomonga suvi oqsin deyishdi. O'shanga to'g'rilab berildi. Bu qafaslarimiz 2 million so'mdan tayyorlab beryapmiz. Namangan ichiga dastavkalarimiz bepul, qolgan joylarimizga dastavkalarimiz pulli. Kimga xizmatlarimiz kerak bo'lsa, ekran ostida nomerlarimiz qoldiramiz. Kanalimizga obuna bo'ling. Yangiliklarimiz kuzatib boring deb qolamiz. Rahmat, hammaga salomat bo'ling.